uchrashuv va qiziqarli uchrashuv kutyapti. Xudoga shukr, hammamiz sog'lommiz, tayyormiz. Shuning uchun hammani ishda ko'rganimdan xursandman. Assalomu alaykum hammaga. Men o'ylaymanki, nima desa bo'ladi, hayajonlandim. Hayotimda birinchi marta dedi. Endi men deganda birinchi marta bunaqa etapga keldik. Bilamiz, ertaga oson o'yin bo'lib o'tmaydi. O'zbekiston 37-36 million xalqimiz necha yildan beri bu narsani orzu qiladi. Men o'ylayman, ertaga biz istoriya yaratishimiz kerak, ertaga o'z bayram kuni bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xudo xolasa, biz bunga ishonamiz. Har bitta futbolchi bu o'yinga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgan, tayyormiz hammamiz. Xudo xolasa o'ylaymanki, ertaga o'sha hamma o'zbeklar uchun O'zbekistonda juda ham katta bayram qilib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ertaga biz bilamiz nimaga shu joygacha kelganimiz bekordan bekor emasligini juda ham yaxshi bilamiz. Shuni bizga ko'rsatishimiz kerak. Shu vaqti keldi, jahon chempionatiga borib o'ynashimiz kerak. Juda ham yaxshi bilamizki, bu o'yinlar oson bo'lmaydi. Hech narsa bizga bu narsada to'sqinlik qilish kerak emas deb o'ylayman, chunki ertaga hech qanaqa narsa biza gapirib o'zimizni oqlashga haqqimiz yo'q. Shu paytgacha oqlab keldik hamma narsada. Bundan buyog'iga hech qanaqa o'zimizni oqlaydigan narsa qolmagan. Faqat ertaga o'zbek muxlislarini va butun O'zbekistonni ertaga xursand qilishimiz kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Sport TVdan Zohran Qilichev. Avvalo juda muhim uchrashuvda terma jamoamizga omad tilaymiz. Umar aka, katta o'yindan oldin raqibni o'rganish juda ham muhim. Ammo mana shu uchrashuvdan oldin Birlashgan Arab Amirliklarida bosh murabbiy o'zgardi. Raqib haqida qanchalik tushunchaga egasiz, qanday o'yin quryapti, qanchalik o'rgandingiz? Albatta, o'rganib chiqdik. Tayyorgarligimiz yaxshi, har taraflama. Murabbiyni to'g'ri endi boshlagan bo'lsa ham bugun kelmagan. Ancha tajribali va o'yinlarni bilamiz. Qanaqa o'ynayapti, nima xohlayapti. Harakat qildik o'rganishga. Eng asosiy biz o'zimiz o'yinimizga qaraymiz. O'zimiz yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. O'ylaymanki, shu asosiy rolda. Shuning uchun albatta bilgan holda imkoniyat darajasida harakat qildik. Nimadir informatsiya to'plash uchun. Eng asosiy biz o'zimiz o'yinimizga qarashimiz kerak va shunga tayyorgarlik ko'rdik. Demak, ikkita savol. Birinchi savol, bilamizki, hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasi uchun juda ham muhim davr. Shu ikkita uchrashuvda bitta durang yoki keyingi uchrashuvlarga g'alaba qilib, terma jamoamiz jahon chempionatiga yo'l olishi mumkin. Shu davrda siz qanday his qilyapsiz o'zingizni, umuman terma jamoa? Ikkinchi savol, bilasizki, oldingi sobiq bosh murabbiy Srechko Katanes Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasida faoliyat olib borgan. Shu sababdan siz bu inson bilan aloqadamisiz? Hozir qanday his qilyapsiz shu bo'yicha? Albatta, birinchi savolga Xudoga shukr, chetdamiz va oldimizda ikkita uchrashuv bor va albatta bu darajaga yetgani uchun futbolchilar har bir uchrashuvda yaxshi harakat qilishdi va o'zimizni qo'limizda eng asosiy ikkita uchrashuvimiz bor. Ertaga muhim uchrashuvimiz kutyapti va uydagi uchrashuv turibdi. O'shaning uchun bu tarafdan o'ylaymanki, hamma narsa o'zimiz qo'limizda bo'lgani juda zo'r. Harakat qilamiz ertaga g'alaba qozonishga va keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rish uchun. Strechko deyarli yordamchilari qolgan men bilan ishlashyapti va sog'ligi hammasi joyida. O'shaning uchun ish hammasi joyiga ketyapti. Assalomu alaykum. Videochidan Shohzaman. Savol futbolchiga. Terma jamoalaringiz katta kolonka bilan kirib keldingiz. Hozir o'sha kolonka playlistingizda qaysi qo'shiqni o'ynagan? Savolni daryo bo'lgan. Kolonka любая o'zbekchasini eshitamiz. Настроение ko'tarishni kayfiyat, chunki hech kim bu o'yin haqida o'ylashimiz kerak, oshirish kerak emas deb o'ylayman, chunki bu ish ortiqcha bosim bo'lishi mumkin. Shuning uchun kayfiyat to'g'rilagan holatda xursandgarchilik bilan maydonga chiqib, har doim qilayotgan ishimizni qilishimiz kerak bo'ldi deb o'ylayman. Qolgan narsa o'zi avtomatga aylanib bo'lgan. Bizda poliyada bolalar bir-birini tushunishi hamma narsa. U Samarqandda ham 100% o'zida kelib mehnat qilsa, rezultat ham o'zi keladi. Xudo xolasa shunaqa deb o'ylayman. Shu xolos. O'zbekcha so'zlashamiz vatan haqida. Vatan uchun o'ynayapmiz.
Cherry.